Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ya Shavkatbek. Qorbobo yaxshimisiz? Syomka bo'lyapti. Syomka. Mayli. Ha, endi xullas Shavkatbek Jayron. O'zingizlar bilasizlar, biz o'zimiz Andijonimizda yigiti, xonanda zo'rashuvlar. Ko'rgandilar olmasindan. Qorbobo bitta tilagim bor edi. Voy tilak bilan ketmaydi. 50 dan o'tib ketdi. Mana shunaqa qorbobolarga ishonib yurasiz. Bu bag'ir yo'q narsa bu qorbobo. Prosta bu yangi yilda bolalar ham biladi yo'qligini. Endi yangi yildan noskabiga o'xshagan nimadan o'yinchoq bir turiga o'xshagan qorbobo ham bo'ladi ichida. Endi bor narsa bor, bo'ladigan narsa bor ammo. Nima? 27-kun yoshlar markazida Andijon shahrida. Siz konsert beryapsiz. Ana, bu bor narsa, bu bo'ladigan narsa. Rostmi? Rostdan. Soat 3tamidi? Ha, 3ta, bilasizmi? Yana bilmagan. O'rtalar soat 3ta yoshlar markazida hammanglar boringlar, retro konsertimiz bo'ladi. Men ketdim Qorbobo. Boring. Borish qanday borish. Xullas, bu bo'lmagan narsa ekan. U konsert bo'ladigan narsa. Men ham qatnashaman. Xullas, Syomkani yig'ishtir. Ketdim konsertga.